Assalomu alaykum barchaga. Bugungi kunimiz xayrli, barakotli, manfaatli o'tsin. Bugungi ishlarni ham boshlab oldik. Xudo xolisa, hamma qatori biz shogirddan bir ustalarga vizib tashlamoqchi ekan. Shogird, barakali shogirddan vizib. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana shu xonadonda ishni boshlab oldik. Shu ishlarimizni aytib o'tsak, 70 ta to'sin qo'yyapmiz. Bu to'sinlarni qisib, 4 mingta g'ish bilan zarduvonni urib, 280 tacha shifer. 230 kvadrat lombasi. Keyin bu tarafda 230 kvadrat lombazimiz bor. 40 metr regil. 40 metr regil kalonalarimizni kuyib bizdan kim sifatli va tez qilsa, 100 metr $50 bonusimiz bor. Sifatli ustalar kerak. Sifatli va arzon ustalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Telefonlar opisaniyada qoldiramiz. Bu shogird nima demoqchi bu gapi bilan? Mana shu yerda 70 ta to'sinni qo'yib, 4 ming ta g'ish urib, lombozini qilib 230 kvadrat. 40 metr maytda ayvon bo'ladi. Videolarda, keyingi videolarda qo'yib ketamiz. Regil kolonna 40 metr regil kolonnalarni kuyib, shifer 280 ta shiferni yopib, 100 metrga yaqin slipi bor qo'yib, keyin bizdan tez, sifatli, cho'tka qilib bajara olsa, videolar bilan albatta isbotlab berish kerak. Shunga $50 bonusga qo'ydik. Hamma o'z imkoniyatidan kelib chiqib. Kimga sifatli, hamyonbop ustalar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Opisaniyada nomerlarimiz qoldiramiz.